Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar programmasi. Men Gulchehra. Navbatdagi programmamizda mushu bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir berilgan muhim xabarlarimizning qisqacha mazmunlarini eslatib o'tmoqchiman. Yangi yil kechasi Istanbulning Beshiktash rayonidagi Reyna kechilik klubiga hujum qilib, 39 kishini o'ldirgan terrorchi Abduqadir Masharipov birinchi ayning 16 kuni kech soat 23:40 o'tganda İstanbulning Asan yurtdagi bir binosida tirik tutilgan. İstanbul valisi Vasif Shahin 17 yanvar kuni bayonot e'lon qilib, terrorchi Abduqadir Masharipovning O'zbekistonda tug'ilganligi, Afg'onistonda ta'lim olganligi, uning so'roq jarayonida jinoyatini e'tirof qilganligi va barmoq izining dalillanganligi hamda mazkur terrorlik hujumining Daesh nomida ilib berilganligi qatorliqlarni ilgari surdi. Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi Seyit Tömtürk efendi bilan strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akramlar bu munosabat bilan inkos qaytirdi. Radiomizga kelgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, 2009-yili Urumchida yuz bergan 5-iyul voqeasida 18 yoshlik bir Uyg'ur yoshning qo'lga ilinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi ma'lum. Sidiq Urayim ismli bu mahbus hozir Urumchi 1-turmida ömürlük jazo muddatini o'tamoqda ekan. Keriyadagi bir yerlik kadrning oshkorlashicha, 2009-yili amdila 18 yoshga to'lgan Sidiq Urayim Urumchiga ishlamchilikka kelib, uzun o'tmay 5-iyul voqeasi portlagan. Voqeada tutqun qilingan Sidiq avtobus o'rishga qatnashgan deb ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Dünya Uyg'ur qurultayining sobiq bosh kotibi Nurmamat Musabay 5-iyul voqeasida nurg'un Uyg'urlarning nohaq qamoq jazosiga hukm qilinganligini bildirib, Xitoyni bu turdagi nohaq delolarni qayta ko'zdan kechirishga chaqirdi. Bu yil 15 yanvar kuni vijdon mahbusi Ilhom To'xtining Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinganligiga to'g'ri 3 yil bo'ldi. Bu munosabat bilan 15 yanvar kuni Ilhom To'xtining Amerikada o'qiyotgan qizi Javhar Ilhom xalqarodagi bir qism kishilik huquq tashkilotlari va kishilik huquq faoliyatchilari Twitter, Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda bayonot e'lon qildi. Ular ijtimoiy taratqularda imzo to'plash faoliyati elib berib, Xitoy hukumatidan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Ilhom To'xtini qo'yib berishni talab qildi. Germaniyadagi Ilhom To'xtini qutqizish guruhining mas'ullaridan biri bo'lgan Anvarjon Apandi fikr bayon qilib, mazkur guruhining 2017-yili elib borgan faoliyatlari haqida uchur berdi. O'tgan yili 28 dekabr kuni Qarqash Noyilik partkomga hujum qilish voqeasi yuz bergandan keyin Uyg'ur eldagi saqchilarning favqulodda jiddiylashib, 24 soatlik chorlashni yo'l qo'yganligi ma'lum. Xitoy axborot vositalarining dalillashicha, yaqinqi 15 kun ichida saqchi va qonun xodimlarining charchab o'lish yoki yiqilib qolish voqealari Bo'rtala, Qashqa, Urumchi, Xotan qatorliq joylarda yuz bergan. Buning ichida Xotanda saqchilarning charchab o'lish voqeasi eng ko'p ko'rilmoqda ekan. Radiomizning yerlik saqchilardan ahvol egallashiga qaraganda, yaqinda Xotan Xoneriq saqchixonasining xodimi Samat Abdukerim, bu munoyisdagi alayda saqchi xodimi Yusuf Qurbonniyoz, Yo'pirg'in oilik taftish mahkamasining taftishi Ablikim qatorliqlar xizmat besimi tufayli charchab o'lgan ekan. 2013-yildan 2015-yilga qadar bir qism Uyg'ur musofirlarning Sharqiy Janubiy Osiyo ellariga qochib chiqishi va bu yerdagi bir qancha yillik tutqunlik hayotidan keyin bir qismining Turkiyaga berib yerlashishi hali ham dunyo jamoatiga bir savol bo'lib tuyulmoqda. Undaqda musofirat mushaqqatlarini yetkich tatgan bu insonlarning o'tmishiga qandaq hikoyalar yoshiringan. Ular nima uchun yurt makonlarini tashlab, bas kammas hijrat yo'lini tanlab oldi? Ularni vatandan, xalqidan va qarindoshlaridan voz kechtirib, yot ellarda sargardan bo'lishga majbur qilgan kuch zodi nima? Turkiyaning Qaysari shahriga yerlashgan 23 yoshlik Jaloliddinning hikoyasi ana shu Uyg'ur musofirlarning qandaq sabablar bilan hijratga otlanishining ichki yuzini ko'rsatib bermoqda. Yaqinda doirlarning masjidlarni a'lolashtirish nomida Qashqa, Xotan, Aqsu qatorliq viloyatlarda 3500 ga yaqin masjidni chiqib tashlaganligi ma'lum bo'lgan edi.
Radiomuzning bu haqda yanımı ilgirligen alda ahval egallishi davomida Xitoy doiralarining navbatda a'lolashtirilgan masjidlarga televizor o'rnatib, juma xutbasini bir tutash anglash belgilamasini yo'l qo'ymoqchi bo'lganligi oshkorlandi. Bu haqda jiddiy inkas qaytirgan Turkiyadagi diniy o'limalardan doktor Ataullah Shahyar Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan dinni ta'qiplash siyosatlarini qattiq aybladi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.